Salom, sizlar bilan O'zimcha Yo'ldosh. Ushbu videoda men sizlarga Amarkets brokerning servis menyusi va unda nimalar borligi, nimalardan foydalanishimiz mumkinligini ko'rsatib o'taman. Demak, boshlanishiga rus tilida ko'rsataman. Bu sizga foydali bo'ladi va albatta saytda o'zbek tili ham bor. O'zbek tilida ham nimalar yozilgan, nimalar ko'rsatilganini tushuntirib o'taman. Odatda O'zbekiston hududidan kirsangiz o'zbek tilida foydalanishadi ko'pchilik. Xo'p, mana servis menyusiga kiradigan bo'lsak, bu yerda muhimi bor. Birinchisi mana ekonomicheskiy kalendar bor, ya'ni iqtisodiy kalendar. Ochamiz. Mana ochildi. Va bu yerda nima qilasiz? Turini belgilaysiz. Ya'ni niskiy kuchsiz, sredniy o'rtacha, visokiy kuchli yangiliklarni ro'yxati yoki bu bugun uchun mana сегодня, завтра, ertaga yoki nimalarni ko'rish mumkin, mana oldingilarni ko'rish mumkin ekan. Lekin bu yerda faqatgina bugungi va ertagalik yangiliklarni ko'rishingiz mumkin ekan xolos. Misol investingda bir oylik, bir haftalik oldingi yangiliklar ro'yxatini ko'rsa bo'ladi. Endi stranniga belgilab turib, qaysi davlatning yangiliklari siz uchun muhim bo'lsa, o'shalarni belgilab ko'rishingiz ham mumkin ekan. Ya'ni birjaga ta'sir qiluvchi davlatlarniki. Misol uchun birinchi o'rinda AQShmi? AQShniki albatta bo'lishi kerak. Xuddi shunday va vibrat tugmasini bitta bossangiz bu yerda ko'rsatadi mana. Bu bizni vaqt bilan ko'rsatadi. Ha, aytganday, keling buni hozir 5:00 debdim. Hozir tilini o'zbekchaga o'tkazamiz. Mana o'zbekchaga o'tkazdik. Hozir bu yerda meni biroz tushunmagan narsam, mana bu vaqtlari O'zbekiston vaqti bo'yichami? Shuni bilish kerak. Biz O'zbekiston hududida kirganimiz uchun O'zbekiston vaqti bo'yicha bo'lish kerak menimcha. Mana 16:30, 17:30 degan xuddi shu paytlarda mana shu yangiliklar chiqadi va bularni ko'rishingiz mumkin. Baribir tilni o'zbekcha qilganingiz bilan mana bu xizmatlar va iqtisodiy kalendar menyusidamizda hozir. Baribir mana bu yerda ruscha ko'rsatadi. Shuning uchun men tilini yana ruschaga o'tkazib qo'ya qolaman. Demak, mana bu yangilikning chiqish vaqti, birinchisi yangilik chiqish vaqti, ikkinchisi qaysi davlatdan chiqadi va uchinchisi qanchalik nima qiladi, to'lqinlanish beradi. Sredniy o'rtacha, misol visokiy juda kuchli degan. Mana shu visokiylardan ehtiyot bo'lish kerak. Va qanday yangilik? Bu yangilik nomi, bu prognozlar, misol faktichi demak, prognoz qanday bo'ladi deyapti. Misol 4-8% bo'lishi mumkin deyapti. Mana predidushiga qaraysiz. Unda 4-7 bo'lgan ekan. Demak, o'sish bor. Demak, bu yerda audi qatnashgan paralarda demak o'sish ehtimoli bor degan taxmin bo'ladi. Yoki mana bu ikkinchisi yevroda oldingi safar 14.7 ekan. Bu safar 17.2 chiqishi kuzatilyapti deyapti. Demak, baga ketish ehtimoli bor degan informatsiyalarni olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, mana ikkinchisida prognoz debdi. Prognozda aytganda fakticheski degan biz o'rtasiga qarar ekanmiz. Ya'ni e'tibor bering. Mana u eski predidushiy eski son va mana prognoz. Prognoz misol mana 14.7 bo'lsa 15.2 chiqishi mumkin billion deyapti. Bu o'sadi degan. Lekin mana bunday qizil chiziqcha bo'lsa bu noaniq. Nima bo'lishi noaniq degan. Shunga qarab ham demak taxminan undan tashqari texnik tahlil ham qilasiz-ku, tepaga ketadi, pastga ketadimi? Aniq ma'lumot emas, baribir ozroq ma'lumot olasiz. Yana servisiga o'tamiz. Ikkinchisida premelniy analitika debdi. Bu yerda o'sha qo'shimcha bularni darslari, qo'shimcha tahlillari, shunga o'xshash narsalar bor. Misol ustida GP haqida maqolalari bo'lishi mumkin. O'shalarni ko'rsangiz bo'ladi. Yana servisi targoviy plan. Targoviy planga o'tamiz. Targoviy plan degani bu o'sha necha foiz mablag'ingiz bo'lsa yozsangiz bu yerda necha foizga stop loss qo'yishingiz kerak, qancha risk qilishingiz kerakligi haqida. Bu menimcha ko'pchilik ishlatmaydi, o'zim bilaman deydi. Xo'p, shu yerda mana shu nimalar bo'ladi? Qo'shimcha narsalar bizga keraklilari mana bu. Targoviy signali bo'limi ham kerak, savdo signallari. Bu yerda mana har xil nimalar o'zlari o'sha bilmadim endi kim qiladi, tavsiya qilgan mana yevro nizidiga 15 minutlikda demak qayga ketadi deb mana rasmni ochsangiz bu yerda strelkada ko'rsatib qo'yadi. Mana tepaga ketadi, pastga ketadi deb yoki mana GBP AUD uchun nimasi bularni mana chizib mana kanallar bilan tahlil qilibdi. Tepaga ketadi, pastga ketadi deb, ya'ni analitika beradi bu. Bu ham endi oddiy texnik tahlil. Xohlasangiz, qiziqsangiz foydalansangiz bo'ladi. Keyingisi sovetnik bo'limi. Sovetnik bu o'sha tekin sovetniklar, robotlar. Mana bu yerda bir dunyosini qoldiribdi, shularni olib foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu o'zini tavsiya qilgan sovetniklarni, robotlarni ishlatishga ruxsat beradi. Ya'ni bu broker.
Demak, mana birinchisini ko'rsak, Alpine Advisor degan sovetnik ekan. Uning uchun kamida $1000 balans bo'lishi kerak ekan. Dohodnoz 20%, prasatga 10% debdi. Mana skachat tugmasini bosish orqali ushbu robotni ko'chirib olib ishlatishingiz mumkin. Keyingisi mana $5000 kerak ekan. Dohodnoz 70%, prasatga 58%. Va bu robotlarni tanlaganda nimaga e'tibor berasiz? Bu yerda depozitini miqdoriga, ya'ni bu taqribiy yozgan, misol $1000 desa $1000 bo'lishi shart emas, ozroq bo'lsa ham ishlayveradi. Dohodnoz bilan prasatga qaraysiz ko'proq. Ya'ni prasatkasi qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi degani. Mana 17% yaxshi, lekin mana 73%, 58% prasatkali bu yomon degani. Lekin mana bu nima? Kiwi Currency degan robotda $2000 depozit qilish debdi, 20% foyda, 10% ziyon. Ya'ni foydasi ham juda ham kam bo'lmasin, lekin ziyoni ham ko'p bo'lmasin. O'sha yerdan tanlab mana skachat tugmasini bitta bossangiz, misol birinchisi deylik. Shunday bossangiz mana shu robotni nima qilish mumkin? Mana yuklab oldi mana. Shuni bemalol terminalga o'rnatib ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham tekin. Xo'p, VPS server alohida mavzu. Demak, oyiga $990 ga olishingiz mumkin debdi. Sal qimmatroq ekan. Xo'p, xuddi shunday narsalar. Ya'ni bu servis menyusida asosan menga kerakli ekonomik kalendar, sovetniklari va mana bu demak targoviy signallari bo'limlaridan foydalansak bo'ladi. Buni o'zbekchada ham ko'rsatib ketaman. O'zbek tilidan foydalanadiganlarga xizmatlar menyusi, bu yerda iqtisodiy kalendar yoki iqtisodiy kalendar, maslahatchilar, ya'ni robotlar va savdo signallari. Mana shu bo'limlardan foydalanishingiz mumkin. Mana xuddi shunday hammasi joyida. Demak, hurmatli do'stlar, ushbu videoda biz sizlar bilan Amarketsning moliya xizmatlar servisi menyusi bilan tanishdik. Hammasi menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar bilan keyingi videoda boshqa turlar bilan ham tanishib o'tamiz. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha. Agar siz hali ham ushbu brokerdan registratsiya o'tmagan bo'lsangiz, video ostida Telegram gruppamizda va saytimizda silka qoldirilgan, shundan foydalanib ochishingiz mumkin.